Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkor olami kanalimizning doimiy kuzatuvchilari, hurmatli qulupnay ishqibozlari, hurmatli dehqon akalar, mirishkor akalar, aziz yurtdoshlar, biz Toshkent viloyati Angren shahridamiz. Xudo xolasa bugungi kunda ko'chatlarimiz qay tarzda yetishilyapti. Koreyskiy sulxyan navli qulupnay ko'chatlarini so'ragan yurtdoshlarimiz ko'p edi. Mana shu qulupnay ko'chatlari bugungi kunda yetishirish jarayonlarini sizlarga obzorlarni qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. To'rabek akamiz xonadonlarimizamiz, aziz yurtdoshlar. Akamiz mana bugungi kunda sifatli ko'chatlarni yetishtirish ishlari bilan band. Hozirgi kunda xudo xolasa xalqimizga mana shunday yaxshi ko'chatlar yetishtirish harakatlarini yuribdi. 24-iyunni sanasi hafta kuni bilan seshanba 2025-yil aziz yurtdoshlar. Qolgan ma'lumotlarni dehqon akamiz o'zlaridan olamiz. Bo'lmasam biz boshladik. To'rabek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bormisiz aka? Bor aka, charchamay, sog' salomat. Allohga shukr. Uydagilar tinch omon. Xalq xizmat bilan charchamayapsiz. Rahmat. Tadbirkor olamining muxlislari. Charchamayapsizlarmi? Sog' salomat, tinch omon. Dehqonchiliklar, issiqlar qiynamayaptimi hammani? Like-dan bosib qo'yingiz issiq bo'lsa ham. Rahmat To'rabek aka, joningiz omon bo'lsin. Rahmat. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Xudo xolasa. Ancha bo'ldi. Nima ishlar ketdi? Hozirgi kungacha nima ishlar bo'lyapti To'rabek aka? Endi ko'chat o'tirishni endi boshladik, xudo xolasa. Birinchi o'rtalariga qo'ygan edik, o'rtalarni to'ldirib oldik, endi chekkasiga o'tdik. Xudo xolasa mana matishlarimiz o'tirish bilan boramiz. Xudo xolasa. Koreyskiy sulxyan navi, ha? Koreyskiy sulxyan navi yangi kirib kelgan O'zbekistonga. O'tgan yili bitta joyda akamiz frigo ekkan edi. Shu frigoni bolasini topib, olib kelib sulxanligiga o'zimiz borib ko'rib, teplitsasidan ta'mlarini yeb ko'rib, yaxshi ekan. Shuni borib ko'rib, olib kelib ekdik. Demak, bu o'sha nima, chet eldan kelgan, to'g'ridan to'g'ri kirib kelgan sortning bolasi. To'g'ridan to'g'ri kirib kelgan, hali meva olinmagan ko'chatlar. Mana shunaqa. Yo'q, bular kirib kelmagan, bularning onasi kirib kelgan. Lekin bulardan meva olinmagan-da. Ya, bulardan meva olinmagan. Отдельно matishni maydoni bor ekan. O'sha matishni maydonidan bizga olib berdi akamiz, o'shani bolalari. O'zi uchun matishni ekkan ekan, 1 gektarmi atrofida o'sha yerdan. Bular demak tajribadan o'tdi, mevalar olindi. Yaxshi natijalar berdi. Xudo xolasa, koreyskiy sulxyan ko'chat ekanligiga to'liq amin bo'lgan holda mana akalarimiz xudo xolasa yetishtirish jarayonlarini yo'lga qo'yib qo'yishgan. Bu jarayonlar o'sha Abdumalik akamiz bilan birgalikda olib borilyapti. Albatta, Abdumalik aka, siz ana chuqur qaziyotganda bilasizmi, ketmoning, cho'kiching bir narsang bo'lmasa, cho'loq bo'lasan, shunaqa cho'loqmiz. Abdumalik akaga katta rahmat deymiz. Yana boya o'ylab qo'ygandim. Shu agronomni har xil odamlar telefon so'rayapti. Kimni tanlasak bo'ladi boshqa. Misol uchun men Abdumalik akani qo'rqmasdan tavsiya qilgan bo'lardim. Yaxshi, har doim telefonga javob beradi. O'zi ko'rsatmalar beradi. Mana bunaqa qil, mana bunaqa qil. Abdumalik akam mana shu nomer mana shu yerda qo'yib qo'yamiz. O'sha insonga bemalol agronom telefon qilib, mana shu qulupni yetishtirish bo'yicha qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, gidroponikani, faqat gidroponikani yetishtirish bo'yicha. Yerda emas, gidroponikada yetishtirish bo'yicha, teplitsada. Uni ham endi Abdumalik akani aytganini qilsangiz, hammasi a'lo darajada bo'ladi. To'rabek aka, mana shu nav haqida to'liq ma'lumot berib olaylik, chunki bu kanalimizga yangilardan bo'lib kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz ko'p. Koreyskiy sulxyan sorti Janubiy Koreyadan o'tgan yili kirib kelgan sort. Ta'mi oldingi o'zimizning O'zbekistonda sulxanning ta'midan, eng zo'rining ta'midan ham boshqa mazza bor u yerda. Xudo xolasa pishsa ham ko'rasizlar. Bu nav noyabr oyidan boshlab turib may oyigacha hosil beradi. To'g'ri klimat, hamma narsa to'g'ri qilinsa. Ko'rsataylik. Toki mana shular xudo xolasa bir oylarda to'lib qolsa kerak, bir oy emas, bir 15-20 kunlarda to'lsa kerak qolgan joylari, mana tanoblar chiqib kelyapti. Keyin 15-avgust kunigacha mana shu yerda turadi. 15-avgust kunigacha mana shu yerda turadi, tomirlaydi, baquvvat bo'lib, o'sha paytda 15-avgust kuni qirqib olinib, u yoqda keyin alohida yana parvarish qilinadi. Bu ko'chatlarimiz hozir mana ekish jarayonlari bo'lyapti. Bo'lyapti har kuni. Qaysi vaqtga kelib bu ko'chatlarimiz уже tayyor bo'ladi? Olib borib ekish. Xudo xolasa 15-dan keyinlarga. 15-avgustdan demak уже ekish ishlari boshlanadi. Xudo xolasa. Bizga To'rabek aka, to'g'risi o'zimga ham ko'plab murojaatlar bo'lyapti. Chet eldan telefon qilishyapti. Men hozir chet eldaman, lekin
hozirda nima ishlar qilay? O'sha avgust oyigacha men nima ishlar qilishim kerak? Issiqxonam qanaqa holatda bo'lishi kerak? Degan savollar bo'lyapti-da. Issiqxonasini birinchi o'rinda hozir mana vaqt bor. Mana men o'zim ekkanman birinchi yili. 17-avgustda ekdim. Keyin issiqlikni birinchi ekib olay, issiqlikni keyin qilaveraman. Ekding 17-avgustda. Ozuqasini berasan, bir narsalar qilasan-da, sandan keyin hujumda qarasang sovuq tushib qoladi. Yopasan, qarasang sovuq kelib qoladi. Uni qilib vaqt ketib qoladi, vaqt. Uning ichida usta ishlaydi, boshqa qiladi. Bugun teplitsa qurilishi kerak. Orqasidan teplitsa qurilib bo'ldimi, salafanlarni ham yopib tashlash kerak. Hammasini hal qilib, keyin issiqlik отоплениялар mo'shni qilib tekshirib olish kerak. Chunki sovuq keldimi, qo'rqmasdan bitta o'tni yoqsang, kotyoling qaynab, boshqa portlab, unaqa bo'lmash kerak. Hamma narsa na startda turishi kerak. Chiqdi, bitta yoqding, guvillab yog'ing ishlab ketaverish kerak. Ana shunaqa holatga olib kelib, tayyorlab qo'yish kerak. Yerda qiladiganlar bugundan boshlab bu teplishni so'r, teplitsada bo'ladi bu. Faqat demak bu ochiq dalaga tavsiya qilinmaydi. Yo'q, ochiqda bo'lmaydi. Chunki bo'ladi oz vaqt. Oz vaqt. Shuning uchun buni yerda qilsa ham bo'ladi, teplitsa holatida qilsa bo'ladi. Uning uchun hozirdan teplitsa quriladi, yerlar ishlov beriladi, обязательно ishlov berilishi kerak. Keyin shu kapillarni sistema tortib hammasini tayyorlab qo'yish kerak. Kapillarni sistemalargacha tayyorlab qo'yish kerak. Chunki bu ekilishidan oldin suv qo'yiladi. Bu ekib bo'lgandan keyin suv berilmaydi. Ekilishidan oldin suv beriladi. Yerni suvlab, namlab, zax qilib keyin ekiladi. To'rabek aka, lekin mana bu yilgi natijalarim nazarimda juda ham zo'r bo'ldi. Siz ko'rsatgan natijalar, xudo xolasa. Bundan oldingi yilgi ham natijalar zo'r bo'lgan edi. Inshaalloh endi xudo xolasa, endi kelgusidagi rejalar qanaqa? O'zingizdan kelib chiqib gapiring. Kelgusida rejalar xudo xolasa gidroponikani yana bitta parnikka ko'paytirmoqchimiz. Qo'ldan kelsa ikkita parnik qilamiz yana, bir 4 sotik, 5 sotik qo'shish niyat bor. Keyin yana bir joyda yerga ekish niyat bor. Yerga meva chiqarish uchun. Meva uchun alohida teplitsa sharoitida. Boshqa sortlar. Yerga. Yo'q, shu sortdan teplishni sort. Teplitsa qurilgandan keyin sulixan ekiladi. Boshqa sort ekishni men bilmadim. Shuning uchun teplitsa qilib turib, bitta joy hozir planimda bor. Agar xudo xolasa o'xshab qolsa, o'sha joyga ham mana shu sortdan. Buni chunki yerda qilinayotgan sharoitini, undagi berilgan ozuqasi va boshqasini ko'rdimda, agar biz qarasak, undan ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun demak, o'sha misol uchun buni olib kirib qaralmagan holatini ko'rdimda, uncha yaxshi qaralmagan, qaralgan unaqa zo'r emas, lekin o'sha holatda ham zo'r. Zo'r edi. Shuning uchun men buni yerga ekishni ham o'ylab qo'ydim. Agar yerga eksangiz ham bu yaxshi effekt beradi. Yaxshi. Endi aziz yurtdoshlar, biz bu sort haqida aytayotganimiz teplitsalarda aynan ko'p joylarda mana shu koreyskiy sulxyan navli qulupnaylar yaxshi holatda, zo'r holatda, bozorbopligi, har tomonlama o'zi eng oldi nav bo'lgani uchun shu nav biz ko'proq tavsiya qilyapmiz va bu mana shu ko'chatlar biz ekib kelyapmiz aziz yurtdoshlar. Agronom Abdumalik akamiz o'zi ham issiqxonalarda faqat mana shu koreyskiy sulxyan navlarini yetishtirib keladi hozirgi kunga kelib. Bular bejizga emas. Agar kimda qiziqtirsa, italyansk sortlar, ko'chaga italyansk sort. Ta'mi yaxshisini, ichida eng yaxshisi Clery bo'ldi menga yoqqani. Ta'mlar bo'yicha. Ta'mlar bo'yicha eng yaxshisi Clery bo'lib chiqdi menga. Menga yoqqani u. Kim bilsin, kimga qanaqa. Shuning uchun agar Clery qilayotgan akalarimiz bor, Abdumalik akaning o'zida ham Clery bo'lish kerak. Yaxshi sorti bor. Endi yerda ham bor, Jamshid akada ham bor. Agar kimga yerda sort qiziq bo'lsa-da, misol uchun menga telefon so'raydi, aka ochiq maydonga ekmoqchiman. Jamshid akaga telefon qiling, Abdumalik akaga telefon qiling. Shu insonlarda Clery sortlari bor. Mana Jamshid akalar ham bu yil Abdumalik akani vaqti bo'lmadi, videoga ola olmadik, atak yomon bo'lmadi, natijalar yaxshi bo'ldi insonda ham. Shuning uchun Cleryga kim qiziqsa, shu ochiq maydonga Cleryni maslahat beraman. O'zim ham chunki ozgina probaga ekkandim, yaxshi bo'ldi, ta'mi yaxshi. Bular hammasi tanovlarga licht qilib boriladi, licht. Licht qilib boriladi. Bo'ldi. Licht qilib o'zini dorilar berib boriladi. Kelajakda kasal bo'lmasligi uchun.
Ko'chatlarimiz baquvvat holatda, To'rabek aka. Tanoblari ham zo'r. Yaxshi ko'z tegmasin, xudo Ko'z tegmasin, mashalloh. Endi mana bu ko'chat yetishtirish maydonimizga alohida bir e'tibor qaratamiz aziz yurtdoshlar. Mana bu turgan qismini e'tibor qiling. Baland. Mana bu yuradigan joyimizga nisbatan baland qilingan. Zigzag shaklda qilingan. Shunaqa. Bunga sabab nima, To'rabek? Buni sababi xullas odamlar aytganini qilmaslik. Nimaligim aytgandi, 10 sm qilsang bo'ladi dedi. Bo'ldi dedim. Keyin jo'yaklarni oldim. Sal baland bo'lib ketdi, 25 bo'lib qolibdi-da. Keyin tanoblar yetmay qoldi. Keyin yonini kesib to'g'rilab chiqildi-da, xullas. Shuning uchun atak bu oddiy narsa, bu unaqa lisensiya bo'lgani, buni qanaqadir siri, bir narsasi yo'q bu yerda. Prosta biz buni jo'yagini baland qilib qo'yganmiz. Shuning uchun yonini kesib to'g'irlaganmiz keyin. Uje ekib bo'lgan edik-da bu kuni. Endi sug'urib turib boshqa targ'ib olmaysiz. O'tib bo'lgan edi. Shuning uchun onasiga xalaq bermasdan to'g'ri qilib kesib, tuprog'ini joyiga qo'yib to'g'irlaganmiz. Bu yilgi sistema demak ona bola tarzida yetishtirilyapti, to'g'rimi? Pikrovkani aka qilib ko'rdim. Pikrovkani ish qiyin. Ish qiyin. Ish qiyin. Shuning uchun endi kimlargadir osondir. Men uchun yoqmadi xullas. Undan ko'ra ona bola sistema menga yoqdi. Shuning uchun ona bola qilib olishni maqsad qildim ham. Buni qurib qolmaslik kerak, lekin pikrovkada bariga qurib qolmaslik kerak. Shuna sal nozik temalari bor-da. Shuning uchun tomir yurishiga ozgina qiynaladi. Shuning uchun eng yaxshisi ona bola. Eng yaxshisi. Eng yaxshisi ona bola. Men shuning uchun ona bolani qilib, Abdumalik akam maslahatlari bilan gazini bosyapmiz kelgan joyda. Xudo xolasa. Abdumalik akamiz o'zlari kelib, har zaman. Ha, albatta. Hamma keladi, ko'radi. Ozgina lekin so'kmaydi-yu, ichida so'ksa kerak. Bu narsalar deb ketadi, urishib, manaqa bo'pti. Yomon bo'lsak urishadi-da. Yaxshi, yomon bo'lganda urishmaydi. To'g'ri. Yaxshi bo'lganda urishib ketadi. Rahmat. Urishib ketsa ham mayli. To'g'ri. Shunisi ham yaxshi. Bunaqa natijani ko'rsatishni o'zi bo'lmaydi, To'rabek aka. Bu aziz yurtdoshlar, hozirgi ekilgan qulpnay ko'chatlarimiz bular kapilli sistema orqali sug'oriladi. Mana shu ekish sistemalari, ko'chat tayyorlash, nima ozuqalar berilyapti, qanaqa kasetalarga tayyorlanyapti, shular haqida ham ma'lumot berib o'raylik endi. Kasetalarimiz 48 talik, 100 grammlik. 100 grammlik. Kapillarni sistemadan har 3 kunda o'zining ozuqalari bor. Bochkalarni ham berdim. O'zimda bor edi. Keyin shu bilan xullas holatiga qarab turib ozuqalar berilaveryapti. Kalsiy, magniy, 3.8, shu NPKlar berilyapti-da. O'zining vaqti bor. Shu holatiga qarab beriladi. Bu aytildi berilaveradi. Unaqa emas. Kimdir yeri unaqa, kimdir yeri bunaqa-da. Shuning uchun o'zining barligini holatiga qarab berilaveradi. Hozirgi kunda aziz yurtdoshlar mana bunday ishonchli, mana bunaqa garantiyasi bor ko'chatlarni topish juda qiyin. To'rabek akamiz nechinchi yil bu yil shug'ullanayotganingizga mana shu soha bilan? 21 boshlaganmidim, shunaqa. 21 boshlaganmiz. Shunaqa. Mana shu kungacha tajribalar bo'ldi, xudo xolasa. Stelajda yetishtirish jarayoni qanchalik murakkab? Murakkabligi e'tiborli bo'lishingiz kerak. Agronomda aytganini qilishingiz kerak. Issiqlik, namgarchilik hamma narsasini o'zining vaqtida qilsangiz kerak. Dori-darmonlari, buni barigidan beriladigan ozuqa, tomirdan beriladigan ozuqalarni aytgan vaqtida berishingiz kerak, qarashingiz kerak. Lekin gidroponikada meva olish yerga olishga qaraganda yuqoriroq. Hosildorligi demak kuchli. Potensial kuchli. Shuning uchun gidroponikaga o'tildi. Xudo xolasa kelajakda menimcha, men ham olinmasman, kelajakda ko'pchilik gidroponikaga o'tib ketadi deb taxmin qilaman. Demak, samarasi yaxshiroq. Hosildorligi, daromadi yaxshi. Juda yaxshi. Qish faslida misol uchun men qishda yetishtirib ko'rganman bu narsani. Yerda. Namgarchilik gidrovka qilish umuman nolga teng. Qila olmaysan. Yerda yetishtirsa. Yerda yetishtirsa. Namgarchilik gidrovka qila olmading, bo'ldi, senda to'q yo'q. Shuning uchun unaqa biz boshlaganimizda aytilgan unaqa shesturkasi bilan qilasan, ustiga salafon yopasan, tagiga
nima deydi, to'pli pol turbasini qilsang o'sha isitadi. U hammasi biz qilib ko'rgan ishlar. Eng yaxshisi uni hozir o'zi mana bitta parnigimni ichi ko'ryapsizlar, baland. To'g'rimi? Ishirilgan. O'sha ishirilganda ham namgarchilik bilasizmi, keng xonada misol uchun kamroq bo'lish kerak. O'sha o'zi shu yerda o'zi deb bilasizmi, kichkina joyda qanday? Shunaqa. Gidroponikani mana shunaqa boshlamoqchi bo'lgan aziz yurtdoshlarimizga agronom tavsiyasi bilan boshlagan ma'qulroq. Albatta, o'z boshimcha boshlash bor, u jarlikka o'zini otish bo'ladi. U misol uchun men hozir bugun o'tgan yili gidroponika qildim. Bu yil to'xtatdikmi o'sha? Kelayotgan yil o'zim qilib keta olaman deb o'zimga ishonmayman. O'zim qilib keta olaman, bo'ldi. Ozuqasini ham bildim, boshqasini ham bildim emas, men bilmayman. Lekin shunda ham qiyin, juda qiyin narsa, oson narsa emas. Bu yer emas xullas, u kechirmaydi. Tavsiyalar. Birinchi o'chirda agronom zayn qilib qo'yish kerak. To'lib qolsa, bilmadim, bo'ldi, to'lib qoldi, bundan oshiqcha ola olmayman desa, uje u odam olmagandan keyin, sizni qabul qilmagandan keyin nima qilib qo'ysangiz ham, ekib qo'ygan taqdiringizda ham to'lq yo'q-da. Shuning uchun birinchi zayn qilish kerak, teplitsani qurish kerak, stellajlar tayyorlash kerak. Agar kimga stellaj, hamma narsa nima qiziq bo'lsa, o'sha narsalarni xudo xolasa chiqishsa nomerlari, kokosda ham, tuvaklarda ham, latoklarda ham, stoykalarda ham hammasinin nomeri bor, bemalol nomerini beriladi. Обязательно. Gidroponikaga qiziqqanlar shu. Hamma narsasi tayyor holatida bor. Gidroponikani o'zi, stoykasi, latogi bor. Tuvak отдельно zavodda bor, kokos Toshkentda bor. Hamma narsasini topsa bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. So'rabek aka, mana hozir teplitsa tayyorlash jarayonlari shu avgust oyiga sizga ham tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Endi ikkitasi tayyor, xudo xolasa yana agar mabodo bizni planlar o'xshab qolsa, ikkitasi qo'yib yuborishim kerak. Yana qo'shimcha qo'shib yuborishim kerak. Hozir 4 sotik ha, общий. Общий 4,5 sotikmi shunaqa. 4,5 sotik ha. Bu yilgi natijalar qanaqa bo'ldi? Shular haqida. Bu yilgi natijalar to'g'risini aytsam yozmadim. Lekin yomon emas. Yomon emas, yaxshi. Mevalar ko'rib turdi, sterilib turdi, tinimsiz, uzluksiz sterilib turdi. Yomon bo'lmadi. Shunaqa kilolar bo'ldi. Narxlar qanaqa bo'ldi qishda? Qishda narxlar yomon bo'lmadi. Eng oldi 420 ga chiqdimi shunaqa. Eng maydalarda 80 ming, 90 minglardan ham sotdik-da. Shunaqa bo'ldi. 420. Eng maydalar 80 ming, 90 ming. Juda ham yaxshi natija aziz do'stlar. Demak, cherezdin terim bo'lgan. Shunaqa. Shunaqa terim bo'ladi endi, stilajlar. Cherezdin 3 kunda bir. U ob-havoga bog'liq. Quyoshning chiqishiga bog'liq. Shunaqa. Yaxshi. To'rabek aka, hozir mana ekin maydonlarimiz haqida yana Hojiboy Tojboy aytadi, yaxshi bo'lsa zo'r ishladik. Yomon bo'lib qolsa ob-havodan deydi. Lekin qultnayni qizarishi ob-havodan, действительно. Shunaqa. Mana. Quyoshli kunlarimiz ko'p bo'lsa qishda, xudo xolasa. qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Fotosintezlar yaxshi bo'ladi. Nechtagacha ko'chat tayyorlanyapti hozirgi kunda? Taxminan nechtagacha? Endi hozirgi kunda bir 70 mingtami, shundan oshiqroq kaseta yoyib chiqqanmiz. Xudo xolasa bular to'lsa, endi shular to'ldirib qo'ya qolaman degan niyatdaman. Bo'ldi, yetadi. Xudo xolasa. Demak, ko'chatlarni Xudoyim bersa, endi bu yog'ini balkim biz eplay olmay qoladigan darajada berib yuborar. Endi Xudodan. Shunaqa. So'ragan yurtdoshlarimizga qanaqa tavsiyalar bo'lsa berib boriladi, To'rabek aka? Yerga ekilganlarga tavsiya berib boriladi, gidroponikani tushunmayman akalar. To'g'risi aytgan yaxshi, misol uchun aqllik qilib unaqa emas. To'g'risi agronom bilan ishlaysiz. Men yerga ekilganlarga maslahat berib boriladi. Agar o'zim tushunmagan taqdirda, misol uchun To'rabek shunaqa narsa bo'lyapti desa, Abdumalik akadan bitta iltimos qilib, aka shunaqa bo'lyapti ekan deb so'rab berish mumkin. Xolasangiz o'zingiz telefon qilib so'rashingiz ham mumkin, lekin maslahatlar berib turiladi yerga ekkanlarga. Bu u narsa uchun hozirdan, bugundan harakat qilish kerak. Yerga ekadiganlar bugundan o'sha yerlarni tayyorlash kerak. Yer tayyorlash masalasi bo'yicha aloqaga chiqsangiz aytiladi. O'sha biz aytgandaqa qilib turib rasxod ozgina sal ko'proq bo'ladi, no zato qilsangiz effekt yaxshi bo'ladi. Gidroponikaga
Gidroponikani ham bugundan boshlash kerak. Hech qancha vaqt qolmadi, 1,5 oy vaqt qoldi. To'g'rimi? 1,5 oy rasa bo'lsa 2 oy vaqt qoldi-da. 2 oy vaqtda hech narsaga ulgurmay ham qolishingiz mumkin. Shuning uchun tezlashtirish kerak. Agronom zakaz qilish kerak, ko'chatlarni zaklab berib zakaz qilib qo'yish kerak. Hamma narsalar naqd qilib qo'yish kerak. Ertaga sizga ko'chat kerakmi, agronom kerakmi, misol uchun nima kerak bo'lsa, sizda naqd turish kerak. Aziz obunachilar, bu nima deydi? Joylarga borib biz natijalarni ham ko'rdik. Agronom akamiz bilan birgalikda joylarga borib nima deydi? Ko'pchilik dehqon akalarimiz aytishyaptiki, o'sha vaqtidan kechiktirmaslik ekish kerak ekan. Avgust oyidami? Avgust oyida. Avgustda oxiri, sentyabrda boshi. 10-sentyabr kunigacha ekilish tavsiya qilinadi. Ekilish tavsiya qilinadi. Chunki bundan oldin ekkan, bundan keyin ekkanlarda natijalari o'sha ko'ngildagidek bo'lmaganda. O'tgan yil ham biz parajnakka prosta shu gullab qolgan o'sha meva chiqish uchun harakat prostaga o't yoqdik. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ertaroq ekilganda agar o'sha noyabr oyiga hosil bersa, o't yoqishni boshlaysizmi, zato siz effekt terayotgan bo'lasiz-da. Shuning uchun ertaroq ekkan ma'qul bo'ladi. Katyol qanaqa katyol tavsiya qilamiz? Katyol endi biz olgan katyol yaxshi. Misol uchun yaxshi natija berdimi? Yaxshi. Yaxshi effekt berdi. Katyol ham opasniy narsa-da, shuncha rasvot qilib olsang ish bermay qolsa, u yomon-da. Shuning uchun agar katyolga qiziqqanlar nomerini aytib ketaymi aka? Ha, nomerini aytib keting. Nomerini aytib ketaman. Chunki bu issiqxona uchun eng muhim o'rinni egallaydi bu katyol masalasi. Katyol 90lik 989 0411 0411 akalar, shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Bu tajribadan o'tgan katyolimiz. Rasxod qancha bo'ldi mana shu 4,5 so'sga? 16 tonna ko'mir yoqdimmi? 16 tonnaga yaqini. Bizda endi Angren sovuq, 16 tonnami ko'mir yoqdim, adashmasam. Endi tejamkorlik bilan bundan ham kamroq Xudo bo'ladimi? Xudo xohlasa. Endi har xil yo'llarni o'ylab qo'ydik, nasib qilsa. Bularni ham demak hammasini qator ko'rsatib boramiz. Hammasi sekinlik bilan mana hozir o'sha kun video olmoqchi edik. Yo'q, buni kasetalar qo'yaylik, boshqa qilaylik, o'shanda ko'rsatamiz. Kaseta qo'yiladi desak-ku, qanaqa kaseta qo'yiladi o'tgan nima o'zi kaseta ko'ringani yaxshi-da. O'shaning uchun o'sha narsani qo'ygan vaqtimiz videoga qo'yaveramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo xohlasa, agar kimga yer ko'chatlar qiziq bo'lsa, ochiq maydonga Xudo xohlasa keyingi videoda Jamshid akaning videosi chiqadi. O'shani tomosha qilsalaringiz, Pleri ko'chatlarini yaxshi natija ko'rsatdi. Yaxshi natija ko'rsatdi. Hozir bir haftadan beri borib kelib yuribman, 1-2 hafta ham bo'ldi. Shu ko'chat ekilish boshlandi. Yaxshi ko'chatlarni o'zim borib ko'rib, zo'r. Pleri ko'chatlari ham ancha baquvvat, zo'r bo'lgan. Ular ham kokosga yetishtirilyapti. Ular kokos. Oddiy tuproq emas. Shuni eslatib o'tib ketaylik, mana kokosga ekilyapti. Mana kokosga ekilyapti. Hindiston kokosi. Shri-Lankaning ham kokoslari bor. Mana shu kokosga yetishtirilyapti mana. 48 talik kasetada 100 grammlik. Mana. Mana shu Jamshid aka ham yerga ekilgan taqdirda ham kokosga qilyapti ham. Chunki natijasi zo'r. Oz bo'lsin, soz bo'lsin. Oz bo'lsin, soz bo'lsin. To'g'ri. Shunaqa. Demak, tavsiya qilganlarga, misol uchun aziz yurtdoshlar, ko'chat yetish masalasida qiziqib yurgan akalarga To'rabek akamiz nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Oldindan zakazlarni olib qo'ymasangiz, xudo xolasa mana ko'chatlarimiz soni cheklangan ekan. Stelajga yetishtirmoqchi bo'lganlarga 1 sotikka qancha ketadi? 1 sotikka qancha ketadi? Men 3000 tani rabochiy joyiga 4 sotikka 3000 taga ekdim. 3000 ta. Orasini kengroq bemalol qilib ekdim. Faqat bir qavatda o'ziga. 3000 ta ketdi menga. Demak, o'sha birinchi yilga bir qavatda o'zi kifoya qiladi To'rabek aka, boshlamoqchi bo'lganlarga. 2 qavat qilmaylar. Chunki men 2 qavat qilib ko'rdim. Misol uchun zo'r bo'ladi, Yo'q, zo'r bo'ladi. Haqiqatan zo'r bo'ladi. Namgarchilikda eplosda zo'r bo'lish kerak. Men ham agar qilsam bo'lar, agar bu yil qilib ko'raman. Hatto bitta parnigimda topli pol, radiator qo'yib ko'raman. Natijasini ko'rsatamiz keyin. Xudo xolasa. Qanaqa bo'lar ekan? Shunaqa.
To'rabek aka, sizga katta rahmat, joningiz omon bo'lsin. Sog' bo'ling. Aziz yurtdoshlar, To'rabek akamiz nomerlarini mana shu video ostiga qoldirib qo'yamiz. Qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, Like murojaat bosib, bombalab tashlaysizlar. Bizning Xudo videolar ham bomba bo'lib tarqab ketsin. Xudo xolasa. Dehqon aka, katta rahmat, joningiz omon bo'lsin. Sog' bo'ling, Mana shunday salomat yaxshi bo'ling. ma'lumotlarni xalqimizga yetkazib borishda davom etamiz inshaalloh. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar aziz yurtdoshlar.